Kichkina razmer farzandsizlik belgisi. Yo'q, jinsiy a'zo hattoki ereksiya paytida 7 sm bo'lsa ham urug'lantirishlik uchun kifoya. Suyuqlik ko'p ichsa tosh paydo bo'lish ehtimoli kamayadi. To'ppa-to'g'ri. Faqatgina kunlik suyuqlik iste'moli kamida 2,5 litr bo'lsa. Limon ko'p yesa toshda o'zi eriydi. Yo'q, tosh tarkibiga bog'liq. Faqatgina uratli toshda agar ular mayda bo'lsa, o'lchami kichik bo'lsa, erishi mumkin. Varikosela bor degani operatsiya qilish kerak degani emas. To'g'ri. Varikosela agar 3-darajada va tuxum razmeri kichraygan bo'lsa, shu bilan birga juftlikda 1 yildan oshiq farzandsizlik bo'lsa, operatsiya qilish kerak. Har ehtimolga qarshi antibiotik ichsa bo'ladi. Yo'q. Har ehtimolga qarshi antibiotik iste'mol qilish kasallikni surunkali holatga o'tishiga olib keladi va bundan tashqari antibiotik rezistentность, ya'ni bakteriyalarni bu antibiotikka nisbatan chidamliligini oshiradi. Buyrak sanchig'i vaqtida suv ichish chegaralash kerak. To'g'ri. Suyuqlik iste'molini chegaralash buyrakka nagruskani kamaytiradi. Agar ko'p suv iste'mol qilinadigan bo'lsa, sanchiq kuchayib, buyrak faoliyati to'xtab qolishi mumkin.